Assalomu alaykum jigarlar. Ko'rishingiz mumkin bu yangi o'yin long drive'ga yoki bo'lmasa nomad drive'ga o'xshagan o'yin. Cho'lda paydo bo'lamiz. Absolutno atrof pustoy. Bitta garaj yonida bo'lamiz. Garajning ichida mashina bor mana. Men sekin mashinani tashqariga olib chiqaman. Po idее mashinani zapchaslarini hammasini yig'ib, qotirib, men misol uyda kerakli lootlarni yig'ib, misol uchun benzin, suv, yeydigan ovqatlar, energetika shularni hammasini yig'ib, ortib sekin yo'lga chiqish kerak. Men hozir maksimalni mashinani obslužit qilib, yana qaytib ko'rsataman qani nima bo'ldi, yo'lga chiqamiz. Xullas mashinani qo'ldan kelgancha hammasini to'g'irlab tashladim. To'g'irlab tashladim. Sidenyalar lishniy, bagaj krishkasi, kapot krishkasi hammasini yechib tashladim. Maqsad chunki 50 kilometr yurib o'tish bu o'yinda. Bagajga konservalarni soldim, energetikalarni soldim, balonni ham soldim. Cho'ta o'ynab bu tushib ketadimi deyman hozir. Tushib ketdi ham o'zi. Ishqilib hozir dal shu yozib bosamiz. Birinchi lokatsiyaga kelganda yana yoqaman videoni. Mana biz birinchi lokatsiyaga yetib keldik. Bu avtoservis, вроде avtoservis, ikkita eshikli. Ko'rishingiz mumkin, sekin mashinani akkuratni qo'yib olamiz-da. Mashinadan tushib, eshikni ochamiz. Qani nima mashina bor, nima loot bor o'zi вообще ichida. Selim ko'rishingiz mumkin. Bizni ham mashina yotibdi. Oyoqga qo'ysa bo'ladi buni ham. Sho'tkalar, gubkalar, mashinani korpusini tozalash uchun shunaqa qilamiz. Mashina korpusini tiniq tozalaymiz. Mana bu rozovый rang menga cho'ta yoqmayapti. Buni tinchgina boshqa rangga bo'yab qo'yish kerak. Mashinaning korpusi toza bo'ldi. Zapaska sho'tka srazu bagajga tashlab qo'yamiz. 2-3 ta qilib. 3 ta sho'tka, 3 ta gubka bagajga tashlab qo'ydim. Mashinani o'zini gubkada tozalaymiz. Endi bu gubka просто blesk beradi mashinani ustini silliq, yaltiroq qilib. Как polirovka qilgandek bo'lib qoladi. Kraskalar ko'ryapsizlar, ranglari har xil. Такой, нормальный rang tanlash kerak. Скорее всего, да, mana stальной rang o'zi yaxshi turadi Jigulilarda. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu mashina Jiguli 011 legenda mashina. Bu не только O'zbekiston, butun dunyoda nomer 1 mashinalardan bittasi. То есть uznavaемость bo'yicha odamlar buni bitta ko'rganda biladi-da. Amerikaliklar bilmasligi mumkin. Amerikaliklarda endi chunki o'zini mashinalari deb bo'ladi. Xullas, yomon emas. Kerakli bir ikkita narsalarni qilib oldik. Bu yerda ham sekin bo'tdan keyingi lokatsiya tomon harakatni boshlaymiz. Mashinani 4 ta diskalarini sal tozalab oldim. Bo'limini chustiga olib keldim mashinani, boshqa rangga bo'yab, chiroyli ko'rinyapti. Jiguliga yarashadigan rangda va bu. Bo'ldi, dalshi gazni bosamiz. Ancha yo'l yurdim jigarlar, ko'rishingiz mumkin. O'sha o'yinda kech tushib ketdi. Bizda yana xuddi shunaqa bir avtoservisga keldi. Ko'rinishi tashqi tomondan bir xil bo'laveradi. Bular lekin lootlari yoki bo'lmasa garaj ichida yotgan mashinalar bu yerda har xil bo'ladi. Hop, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'yinda eng zo'r mashinalardan bittasi bu. Ikkita bir xil kuzov yotibdi. Bu yerda точно bittasini 100% qilib yig'ib chiqib ketsa bo'ladi, chunki zapchasi yetarli. Lekin hozir men qilmoqchi bo'lgan ideyam скорее всего bu mashinani ballonlarini hammasini almashtiraman agar yetsa. Получается 4 ta yangi ballon qo'ydim mashinaga, shu sportivniy mashinani и rulni bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Mashina уже ballonlari shirokiyroq, balandroq bo'lib qoldi, upravleniyasi ham yaxshiroq bo'lib qoldi. Endi bu mashinaga motor topish kerak, chunki bu motor bilan ko'rishingiz mumkin 50-60 kilometr undan tez yurmayapti. Bu ketishda biz 50 kilometr o'tishimizga bizga 2 soatdan ko'p vaqt kerak bo'ladi. Hozir bo'lmasa keyingi lokatsiyada yana ko'rishamiz. Yana bitta keyingi lokatsiya bu zapravka. Bu yoqqa kelgunimcha уже kun yana yorishib, tumanlar tushib, как будто hozir yomg'ir yog'adigandek bo'lib turibdi. Xullas, bu yoqda eng muhim joy biz uchun bu joy eng muhim joy, chunki bu yerda benzin har doim VIP bo'ladi. Hozir mashinani to'g'irlab qo'yib tushib keyin benzinni quyib olamiz mashinaga. Ko'rishingiz mumkin. Kamida bitta pistolet har doim bu yerda bo'ladi. Bitta pistoletning ichida tam 30 litr, 40 litr, 70, 80, 100 litrgacha benzin bo'ladi. Benzinni bitta to'ldirib olamiz bo'lmasa. Shuni zapravka orqasida
boya ko'rgan mashinamizdan yana bittasi yotgan ekan. Buni ko'ramiz qani. U как раз mana motori bor. Butun motor. Bunga ozgina moy quyish kerak bo'ldi. Qilich bo'ladi, qilich. Hozir mana shu motorni Jiguliga qo'yamiz-da. Ana keyin Jiguliga yengina bas kiradi. Boshqacha yuradigan bo'ladi. O'zli motorni sразу olib tashlaymiz. И bu motorni keyin qo'yib yuboramiz Jiguliga. Ketdi mana. Chotki. Bu уже motordagi o'sha kapotdagi пространство ham to'lib turibdi-da. То есть o'sha motordagi bo'shliq joy to'lib turibdi. Как раз boya olgan moyimizni sekin bunga quyib yuboramiz, to'ldirib. Как раз mana to'lib zapas ham qolyapti shunda. Bo'ldi. Tinnu bo'ldi. Akkumulyator titi. Hozir zavat qilib buni haydab yurishini ko'ramiz. Lekin undan oldin mana ko'rishingiz mumkin, zapravkaning yonida har bitta zapravkaning yonida magazin bo'ladi. Bu standart, Yevropaning standarti. Xo'sh, ikkita sumka yotibdi. Menda sumka bor edi. Men adashib taqib yubordim buni. O'zim sumkamni qaytarib, o'zim sumkamni birinchi yechkasiga aptechkani chiqarib tashlab, keyin yana sumkani yechib, bu yerda armiyskiy sumka bor. O'dan PUBG'da sumka yo'q edi, o'shani taqaman. Bu yerda уже 6 ta slot bo'ladi. Birinchi slotga aptechkani qo'yganman. Tak, bu yerda nima? Shashka yotibdi. Kerak emas bu narsa bizga. Ko'rasizlar, juda ham ko'p konservalar. Bitta polka, naryodi polkada уже energetiklar bo'ladi, alkogol bo'ladi. Bizga alkogolga interesi yo'q, hayotda ham, o'yinda ham. Bu narsa nimaga kerak? Chap tomonda pastda ko'rishingiz mumkin, shkala bor. Chanqaganda kamayib ketadigan shkala bor. To suv ichib turish kerak yoki mana gazirovkalar bankidagi ovqat yeb turish kerak. Keyin uchinchisi u shu yegan narsalarni chiqarib turishi ham kerak. U to'lib ketsa hech qanaqa zarari yo'q, lekin o'shanga ham qarab tursa maqsadga muvofiq bo'ladi. Razraботчикларni o'ylagan nimasi bo'yicha, maqsadi bo'yicha. Xullas, bu yoqda Kalashnik ham topib oldim. Bilmayman Kalashnik nimaga kerak bo'ladi. Chunki shuncha o'ynab bitta ham men hech qanday zombini ko'rganim ham yo'q, hech qanaqa hayvonni ko'rganim ham yo'q. Ko'rdinglar, bu yerda avtomatdan kolalarni tushirib oldim, kolani ichib oldim, titi bo'ldim, bo'ldi. Endi sekin yo'lga chiqamiz. Bo'ldi, qani ketdi onasi. O'zi boshqacha yuryapti mashina. O'zini original motorida aborib tashlagandan keyin otsechka beradi bu ishni. Ko'ramiz, bunga otsechka beradimi, yo'qmi? Hoppa mana. Ikkita отстрел bor. Zo'r. Qaror, mashina ancha tetik bo'ldi. Bunaqa skorost bilan biz o'yinni o'tishimizni vaqti 2-3 barobarga tezlashadi. Kayf. Keyingi lokatsiyaga bo'lmasa gaz. Lokatsiyalar qayta takrorlanaverganiga hamma lokatsiyalarni ko'rsatmayman. To есть o'sha zapravka qayta chiqadi har 2-3 ta lokatsiyada. Yoki bo'lmasa sfers qayta chiqadi. Mana bu lokatsiya nisbatan yengillik bo'lishi mumkin sizlarga. Yo'lda shunaqa bo'ladi. Har xilani mana karetalar yoki buzilgan mashinalar valyatsiya qilib yotadi. Telefonning budka bo'ladi. Bu yerdan ham energetikda bo'lib adashib alkogol ichib yubordim. Ish qilib personaj mashinani boshqarishga qiynalmasa bo'ldi. Как раз chotka bor ekan, mashinaning ustini bir sidra yana tozalab olamiz. Toza chiroyli bo'lsa, u odamning bahridan ochiladi. Benza bakka ustiga kirishga taqib qo'ydim. Boya uydan chiqishdan oldin yechganimni taqib qo'ydim. Mayli chiroyli bo'lib tursin. Bu kichkina narsa bilan nima bersam bo'lardi, hech qisi yo'q deb. Xo'p, bu nima ekan? O, durbinmi deyman bu? To'xta. Ha, bu o'xshamayapti durbinga. Bu nima bu? Voy. Nima qilsa bo'ladi? Haqiqat qilsa bo'ladi buni. Nima qilsa bo'ladi bunga? Voy. Tushunganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yaverasizlar. Men lekin bilmayman bu narsani. Chestno говоря, bilmayman. Hoppa. Neobычный ovozda chiqarib yuryapti-ku. Ha, bo'pti. Tuxtu. Voy billa. Adashib nima ichib o'rganimga, alkogol ichib o'rganimga mazasi qochib bosh aylanyapti-ku. Mayli bo'pti, dalcha gazni bosib o'zimga kelib dalcha haydaveraman men. Xullas amallab o'zimga kelib yo'lni davom ettirdim.
Yo'lda ballonlarim yorilib ketdi. Ko'p sarguzashtlar bo'ldi. Uje mana 50 kilometr ham bo'lib qoldi. Masofa ko'ryapsizlar. O'yinni ham o'tdim hisob. Ballonlarni yamab, sekin qatdan Vishkan oldiga kelganimni qarab, mana yo'lni ham topdim. Sekin yo'lga chiqib davom etamiz. Как раз mana qarshimizda zapravka. Скорее всего, 50 kilometr bo'lgandan keyingi oxirgi lokatsiya shu bo'lsa kerak deb aytdim. Ikkita ballon bittada yorilib ketdi. Mashinani motori nimagadir o'zidan o'zi tutab ketdi. Bu menimcha 50 kilometr yurishimni kutganmi deyman-da, mashina ham qaranglar. Ballonlarni almashtiruvchi hozir. Как раз ikkita pakrishka bordi zapaska. Ikkalasini ham taqdim ikkita diskaga, lekin mashina zavod bo'lmayapti. Скорее всего, qora tutun chiqayotgani uchundir. Menimcha suv qolmaganda suv quyish kerak, lekin menda aksiga olib suv yo'q. Moy bilan faqat benzin bor ekan bagajimda. Endi zapravkaga kirib suv qidiramiz. Lekin men hech topmadim zapravkada suv. Zapravkada benzin bo'ladi har doim. Yechki konservalar bo'ladi, energetiklar bo'ladi, alkogol bo'ladi, lekin suv bu yerda yo'q. Cho'ta g'alati ovozlar eshitilib, hamma yoq birdaniga qorayib ketdi. Shu 50 kilometr o'tganimdan keyin o'yin ham tezroq tugashi kerakmi deyman-da. Qo'limizga bo'lmasa kalashni olamiz. Bu bekorga emas menimcha. Qani tezroq boraylikchi. Ali liduchi taryalka turibdi. Kutyaptimi meni bilmayman. Cho'ta o'qimam temayapti, kelmayapti ham o'zi bu yoqqa. Vashi tushunmadim, nima qilish kerak bu? Oxiri keldim shuni oldiga, o'yin tugash kerak bo'lsa gap qo'ya qolsin nima qildim deb meni. Bu ham tayyor. Ko'tarib yubordi meni bittada. Xullas jigarli o'yin shu bilan tugadi. O'yin agar полный versiyada chiqsa yana davom ettiramiz. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Agar sizlar nimadir o'yin taklif beradigan bo'lsanglar, imkoniyatim sharoitimga qarab, men ham o'sha o'yinni harakat qilib o'tib ko'raman yana. Sog' bo'linglar, charchamanglar.